xalqimiz ishonchini qozongan o'sha legendarniy Cobalt'imiz sotuvda. Mashinamiz mana salonlarini ko'rsataman mana. Chiroyli, yaxshi holatda turibdi ekan. Polik chexollari ham bor. Mashinamiz 94,000 kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Probeglari halol. Kraskalari ham 100% toza deyishdi. Narxini oxirida aytib o'taman. Mana. Bitta o'zingiz uchun ximchiska qildirib olasiz. Endi xarajatsiz harakat nolga teng deydi-ku. Olganingizdan faqat shu qiladigan ishingiz moykasi bo'ladi. Bunaqa o'zini diskalarida turibdi ekan. Mana oldilaridan ham ko'rinishi. Tiniq holatda turibdi. Ko'zlari ham qirilib chizilib ketmagan, yomon bo'lib ketmagan. Olov bo'lib yonib turibdi mashinamiz. Balonlari ham yaxshi holatda turibdi, lekin ozgina yurganingizdan keyin alishtirish kerak. Motorlarni ham ko'rsatib o'taman. Mana yaxshi holatda haydalgan ekan o'zi mana. Atseklari ham aytib turibdi. Mashinamizga $10,800 so'rayaptilar. Yana kelishiladigan joyi bor dedilar egalari. Bonosiga mana metan gazlarni ham qo'yib qo'yishgan ekan. Mana metallari ham yangi. Chotki holatda turibdi. Pastga egalari nomerini qoldirib qo'yaman. O'zlari telefon qilib yana qolgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin.